Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz uy sharoitida buyraklarni shunday ko'rinishda pishirib olamiz. Hammaga pishirib ko'rishni tavsiya qilaman. Uydagilarga yoqadi degan umiddaman. Ayniqsa bu erkaklarimizga juda ham yoqadigan tansiqli ovqat. Mana boshladik bo'lmasa. Mana buyraklarimiz, piyoz. Buyraklarimiz menda ozgina kamroq, chunki ozgina tayyorlayman. Kim qancha xohlaganicha, qancha buyraklari bo'lsa. Mana shunday holatda men kesib oldim, tozalab. Bolgarskiy sabzi va ziravorlarimiz. Qani unda boshladik. Mana buyraklarimizni shunday ko'rinishda yaxshilab qovurib olamiz. 5 minut, 10 minut mana ancha qovurib oldim. Piyozlarni aralashtirib, ko'proq piyoz solishni tavsiya qilaman. Bolgarskiy piyozlarimizni sabzi mana yaxshilab qovurib olgandan keyin ziravorlarimizni qovurayotganda solamiz. Keyin esa men yumshoqroq chiqishi uchun bir bokal suv soldim va taygini faqat olovda 40 minut qaynatdim. Qahmog'ini yopib qo'yib, mana ko'rib turganlaringizdek pishdi. Buyraklarimizni bilasiz, pishgandan keyin yog'lari o'zi shunaqa chiqib ketadi. Yog'i ko'p bo'ladi. Mana bugungi bizani ovqatimizda juda ham shirin. Kim xohlaganicha piyoz bilan, xohlaydiganlar uchun chiroyli qilib bezatib uydagilarga olib kirish uchun. Mana ko'rib turganingizdek juda ham yumshoq. Hammaga